o'z boyliklariga ega bo'lmagan O'zbekiston xalqi. Mustamlakachi davlatlar, xususan AQSh boshchiligidagi tashkil etilgan hamda asosiy vazifasi 3-olam davlatlarini qarz botqog'iga botirib, iqtisodiy mustamlaka qilib berishdan iborat bo'lgan Xalqaro valyuta fondi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi 7 milliard 100 million dollarni tashkil qiladi. Agar buni jon boshiga taqsimlaydigan bo'lsa, go'daklarni qo'shib hisoblaganda har bir o'zbekistonlik fuqaroga 238 dollardan to'g'ri keladi. Bu degani har bir tug'ilayotgan chaqaloq bo'ynida 238 dollar qarz bilan dunyoga kelmoqda va bu ko'rsatkich yil sayin o'sib bormoqda. Chunki 2012-yildagi qarz shunday taqsimlanganda 225 dollardan to'g'ri kelgan edi. O'zbekiston oltin, uran, mis, tabiiy gaz, neft va boshqa foydali qazilmalar zaxirasi bo'yicha nafaqat mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasida, balki dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab keladi. Jumladan oltin zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-o'rinni egallaydi. Uni qazib olish bo'yicha 7-chi. 2012-yilda 90 tonnadan ziyod oltin qazib olgan. Mis zaxirasi bo'yicha 3-o'rinni egallaydi. Uran zaxirasi bo'yicha 7-chi. Qazib olishda 11-o'rinni egallaydi. Bulardan tashqari O'zbekistonda 1800 ta kondan iborat foydali qazilmalar bo'lib, ularning 1000 ga yaqinidan foydalanilmoqda va 118 xil turdagi mineral xomashyo mavjud bo'lib, ularning 65 tasidan foydalanilmoqda. Mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning mineral zaxiralari taxminan 3,5 trillion dollar deb baholandi. O'zbek neft gaz milliy holding kompaniyasi tabiiy gaz qazib olish bo'yicha dunyoda 11-o'rinni egallaydi va har yili 60-70 milliard metr kub gaz qazib oladi. O'zbekistonda qazib olingan bu gazni 17 milliard metr kub Rossiyaga, 4 milliard metr kub Tojikiston va Qirg'izistonga eksport qiladi. Shuningdek, O'zbekiston Xitoy bilan tuzgan shartnomasiga muvofiq gaz yetkazib berishni boshladi. Bu kelishuvga ko'ra, O'zbekiston Xitoyga har yili 10 milliard metr kub gaz yetkazib berishligi lozim. O'zbekiston hukumati eksport qilgan gazni har 1000 metr kubi jahon bozoridagi narxiga asosan 311 dollardan sotadi. Gaz savdosidan kelayotgan ulkan mablag'larni qayoqqa sarflashligi esa sirligicha qolaveradi. O'zbekiston Xitoy gaz quvuri to'la ishlay boshlagach esa O'zbekiston Xitoyga yiliga 25 milliard metr kub gaz yetkazib berishni mo'ljallamoqda. O'zbekistonda neftning geologik zaxirasi 5 milliard tonna tasdiqlangan. Zaxirasi 530 million tonna, tabiiy gaz geologik zaxirasi 5 trillion metr kub tasdiqlangan. Zaxirasi 3,5 trillion metr kubni tashkil etadi va har yili 3,5 million tonna neft qazib oladi. Bularga qo'shimcha O'zbekistonda har yili 3,5 million tonnaga yaqin paxta yetishtiriladi va 1 million tonna atrofida paxta tolasi olinadi. O'zbekiston har yili 15 milliard dollarlikdan ziyod paxta, oltin, uran, tabiiy gaz va mineral o'g'itlar eksport qiladi. Ammo shuncha boyliklarga ega bo'lishiga qaramay, O'zbekiston qarz ustiga qarz olmoqda hamda o'z xalqini qarz botqog'iga botirmoqda. O'zbekiston ahli esa so'nggi 10 yillik mobaynida gaz sivi tanqisligidan qiynaladi va bu holat surunkali tus olmoqda. Odamlar qishning izg'irinli kunlarida o'z uylarini qanday isitish, farzandlarini sovuqqa oldirmay, sog'-salomat bahorga olib chiqish muammosini hal etish bilan band bo'lib keladilar. Benzin taqchilligi oyoqish oldilarida bir necha kilometrlarga cho'zilib ketgan. Navbatlarda soatlab kutishlik ham o'zbekistonliklar uchun odatiy hol bo'lib, amaldorlarni boylik orttirish mansabiga aylanib qolgan. Alloh subhanahu va taolo barcha islom yerlarini tabiiy boyliklarga serob qilib yaratgan. Ammo ochko'z kapitalistik tuzum insoniyat boshiga olib kelgan kulfat tufayli barcha islomiy ummat vakillari, shular jumlasidan O'zbekiston xalqi ham qashshoqlik va xorlik iskanjasida kun kechirmoqdalar. Chunki bu botil tuzum barcha ishlarni moddiy manfaat asosiga barpo qiladi. Oltin, neft, uran va boshqa bitmas tuganmas umumiy boyliklarga yakka shaxsni egalik qilishiga yo'l ochib beradi. O'z mustamlakalarini xomashyo bazasi bo'lib qolishligi uchun ularga og'ir va harbiy sanoatni rivojlantirishiga yo'l qo'ymaydi va musulmonlar ustiga
o'z manfaatlarini to'la ro'yobga chiqarib beradigan, o'zlariga sodiq manay hokimlarni o'tkazib qo'yadi. Shuning uchun ham O'zbekistondagi xalqning rizqiga zulukdek yopishib olgan, xalqning siyosiy va iqtisodiy zulmlar ostida qashshoqlik darajasiga tushirib qo'ygan Karimov boshchiligidagi siyosat va uning oilasi mamlakatni bugungi ahvolga olib kelib qo'ydi. Ba'zi manbalarda keltirilishicha, oltin va uran qazib olishning o'z nazoratiga olgan, qancha oltin va uran qazib olishni davlat siri darajasiga ko'targan Karimov oilasining bugungi kunda umumiy boylik 20 milliard dollar atrofida baholandi. Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Kerek Myurrey e'tirof etganidek, O'zbekiston iqtisodiyoti o'ta yopiq bo'lganligi sababli Karimov oilasining boyligini haqiqiy miqdorini bilishlikning imkoni yo'q. Uning boyligi bundan bir necha barobar ko'p bo'lishligi ehtimoldan xoli emas. Shuncha boylik va imkoniyatlar ichida yashab, ularga egalik qila olmay, pul topish ilinjida chet o'lkalarda sarson sargardon yurgan millionlab o'zbekistonliklarning bu holatga tushishligiga Karimov rejimi va shu botil tuzum sababchi emasmi? Bu qashshoqlik, qarzxorlik va zulmlardan qutulishning yo'li yana qayta o'z islomimizga qaytishlikda emasmi? Islomiy xalifalik davlati, Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi singari tashkilotlarga a'zo ham bo'lmaydi va ular bilan aloqa ham qilmaydi. Har qanday holatda ham boshqa davlatlardan qarz olmaydi. Zilzila, tabiiy ofatlarda mablag' bo'lsa baytul moldan sarf qiladi. Baytul molda mablag' bo'lmaganda aholining boy qatlamiga kerakli miqdorda soliq soladi. Soliq yig'ilishiga ko'p vaqt kerak bo'lsa, boy fuqarolardan qarz olib turadi. Soliq yig'ilgandan so'ng ularga qarzni qaytarib beradi. Umumiy mulk davlat tomonidan nazorat qilinib, biror bir shaxsga umumiy mulkka egalik qilishlikka ruxsat bermaydi. Oltin, kumush, neft, gaz, suv va yaylovlar umumiy mulk bo'lib, barcha musulmonlar bu narsada sherikdirlar. Xalifa bu umumiy mulklardan tushgan mablag'ni o'z ijtihodiga muvofiq ummatga manfaati bor deb hisoblagan o'rinlariga sarflaydi va bu boyliklardan barcha musulmonlar barobar bahramand bo'lishlarini nazorat qiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlar 3 narsada suvda, o'ta va yaylovda sherikdirlar deganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.